Oshirma xamir ko'rganda nega xayolingizga faqat sut keladi? Nega aynan suv? Sababi sutdan qilingan oshirma xamirdan ko'ra suvga qilingani ancha yumshoq bo'ladi. Diqqat qiling, iliqdan issiq suvni idishga solib, droji, shakar, tuz hamda zaytun yog'ini solamiz. Bitta tuxumni chaqib, yaxshilab aralashtirib, unni oz-ozdan solib, avval venchikda, keyin esa qo'lda xamir qorasiz. Shu joyini zametkaga olib qo'ying. Unni hammasini baravar solish xamirni o'xshamasligiga olib keladi. Ko'pchilik oshirma xamir qilayotganda aynan shu xatoni takrorlaydi. Xamirni yaxshilab pishitmaydi. 7 daqiqa xamirga yog' yaxshilab shimilgunicha ko'tarib o'tasiz. Bu oshirma xamir pitsa uchun prosta shik. Pitsa uchun o'zimning firmenniy sousimdan foydalaning. Pomidor, tomat, yog', 2 xil tuz va chesnok hammasini yaxshilab blender qilamiz. Tayyorlagan xamirimizdan 3 ta kichkina yoki 2 ta o'rtacha pitsa chiqadi. Ammo men shapalede pitsani yoqtirmayman. Noni qalin, go'shtlikkina pitsa tayyorladim. Har birini g'ijjalab tushuntirdim. Agar shunda ham tushunmagan bo'lsangiz, retseptni osib o'ldiraman.